Tayyor Kitayda bitgan uy xarid qilaman degan mijozlarimiz uchun Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Fidokorlar ko'chasi Kitayda turar joyimiz sotuvga chiqdi. Albatta kimga qiziq bo'lsa kelib ko'rib shaxsan egalari bilan baraka qilishliklari mumkin. Uyni sizlarga qisqachagina video obzor qilib beramiz. Albatta shu ko'rib turgan tomoshabinlarimizga har biriga shunaqa chiroyli uylarda, Kitayda kompaktli uylarda yashashlik albatta hammalariga nasib qilsin. Bu videoni ko'plab shu uy qidirib yurgan do'stlaringga jo'natib qo'yishni iltimos qilamiz. Narx-navolarini va egalar raqamlarini kommentariyada qoldirib o'tamiz. Sizlarga Kitayda bo'lgan, to'g'ri bo'lgan uyimizni video obzorini qisqachagina boshladik. Qani ketdik. Mana uyimizni ko'cha ko'rinishi, polni ko'chalarimiz asfalt va oxirgi tochkadagi uyimiz, ko'chamiz tupik ko'cha. Bu mahallaga albatta begona insonlar, begona shaxslar kirmaydi. Mana ro'parada uyimizning ko'chadan mana ko'rinishlari, uyimizning holatlari. Albatta bu joyga chiroyli zeleniy zona qilib qo'yishgan. Chiroyli shaklda darvozaxonalarimiz mavjud. Darvozaxonamizdan kirganimizda ro'parada ikki etajli uyimiz joylashgan. Bu joyga albatta elektromobillar uchun zaryadlash joyi va общий shitgacha qilib berishadi. Ozmoz albatta remontlarimizda ozmoz ishlari qolgan. Bularni ham yakuniga yetib berishadi. Hovlimizni umumiy ko'rinish qismlari. Bu asosiy uyimizga kirish xod. Bu joyda orqa hovliga, orqa огород qismiga o'tish qismimiz ham mavjud. Orqa огородga o'tish qismimiz. Bu joyda qo'l yuvishlik uchun rakminalargacha qilib qo'yishgan. Orqada chiroyli огородimiz mavjud va bu joyda letniy kuxnyamiz mavjud. Bu joyda letniy kuxnya. Mana orqa огородlarni ham ko'rsatib o'tamiz. Tashqarida bitta tualetimiz joylashgan. Albatta ozmoz bu joyda ishlarimiz bor. Mana bu joyda oshxona qismini letniy oshxona qilib berishadi va umumiy uydan bu joydan eshik ochib, zinadan tushib, asosiy uyimiz ichidan kirishga xod qilib berishadi. Podval qismimizda esa bu joyga polni teplый pol tizimini kommunikatsiyalari qo'yilgan. Bu podval qismimiz. Ichimlik suvi uchun albatta filtrlargacha qo'yishgan. Polni bu teplый pol qismini, teplый pol sistemalari, aqlli pechkalarimizgacha bor. Bu joyda tok kuchaytirib bergichlargacha hamma narsamiz bor. Oshxona qismimizdan chiqib ketyapmiz va orqada ham bu joyga ham birorta bir mana bu joyda derazalarimiz bor. Bu joyga ham bir yengil o'tiradigan joy qilib qo'ysa bo'ladi albatta. Bu joyimizga ham yengil yozgi kunda o'tiradigan, salqinda o'tiradigan joy qo'yib, stol terib qo'yilsa bo'ladi. Огородni buni zeleniy zona qilib, o'sha zeleniy zonadan bahramand olib o'tirsa bo'ladigan joy qilsa bo'ladi. Albatta, xonadonimiz polni teplый pol tizimiga ega va ikkitadan konditsionerlarimiz ham bor. Endi xonamizni kirish qismlarini ko'rsatib o'tamiz. Mana bu joyga ham kirishga zeleniy zonalarga chiqib, chiroyli dekorativniy archalargacha ekib qo'yishgan. Bu kirish qismimiz. Bu asosiy eshigimizdan kirganimizda bu joyda chiroylikgina hovlimiz mavjud. Va eshikning chap qo'l taraf qismida ajoyib mehmonxonamiz mavjud. Chiroyli mehmonxonamiz. Bu mehmonxonamizda ham albatta konditsioner bor. O'ziga xos polni pardalar. Shu videoda ko'rib turgan barcha jihozlaring qoladi bu joyda. Va mehmonxonamiz ro'parasida oshxona qismimiz mavjud. Polni barcha jihozlari bilan oshxona qismimiz. Bu joyda o'tirish kreslolarimiz, xolodilniklarimiz mavjud. Polni xonadonimiz issiqpol bilan qoplangan. Videomiz boshida aytib o'tgan eshik ochiladi degan joyimiz albatta mana shu joydan eshik ochib berishadi albatta orqa letniy oshxonaga o'tishlik uchun. Issiq suv, sovuq suv hamma sharoitlarga ega. Mana patolog qismlari ham o'ziga xos dekorativniy chiroyli qilib qo'yilgan. Mana mehmonxonamiz holatlari va mehmonxonamiz oldida bu joyda zinamizni tagiga umumiy bu narsa turishlik uchun omborxona hisobida yoki bir kerakli narsalar turadigan joy qo'yishgan. Va bu joyda esa umumiy sanuzelimiz mavjud. Umumiy sanuzel. Barcha qulayliklarga ega sanuzelimiz mavjud.
Va birinchi etajimizni ro'para qismida bitta kattalar yotoqxonasi qilsak bo'ladi. Bu ikkinchi etajga chiqib ketish zinamiz. Bu xonamizni ko'rsatib o'tamiz. Bu xonamizga kirganimizda, albatta bu xonamizni ham umumiy dam olish xonasi qilib qo'yishgan bu xonamizni. Bu joyda kattalar yotoqxonasi yoki bir bolalar xonasi qilib bersa ham bo'ladi. Albatta buni dekorativniy joylargacha qilib qo'yishgan. Shu videoda ko'rgan barcha jihozlaring albatta qoladi. Holatlari, uyimizning holatlari, bu xonamizda ham konditsionerimiz bor va bu joyda orqa hovliga qaragan derazamiz mavjud. Mana orqada letniy kuxnyamiz. Endi sizlar bilan ikkinchi etajimizni ko'rib chiqamiz. Bu ikkinchi etajimizga chiqish zinamiz. Albatta jalyuzi pardalar qo'yilgan. Ikkinchi etajimizga chiqish zinamiz bu. Albatta patologlar ham o'ziga xos dizaynda, o'ziga xos uslubda qilingan. Ikkinchi etajimizga chiqqanimizda albatta kichkinagina hol bu joyda. Kichkinagina hol va ikkinchi etajdagi umumiy sanuzelimiz bu joyda albatta vannali barcha qulayliklarga ega ikkinchi etajdagi umumiy sanuzelimiz. Va ikkinchi etajimizdan mana balkon qismiga chiqsa bo'ladi. To'g'ridagi xona bu joyni bolalar yotoqxonasi yoki birorta bir o'ziga birorta tashkilotda ishlaydigan inson bo'lsa, ofis qilib qo'ysa bo'ladi. Ro'parga televizor qo'yishlik uchun sharoitlar qilib qo'yilgan. Albatta bu qiroqlari, svetlari polni yonadigan holatda mana manzarasini ko'rishliklaring mumkin. Bu joyda shkaflar, pastlariga ham shkaflar qilib qo'yishgan, televizor qo'yadigan joyni. Endi bu joyda ham bitta bolalar xonasi, albatta bu joyda ko'p narsalar turgani uchun kirib olmadik. Albatta bu ham polni dekorativniy, o'ziga xos dizaynda polni parket pollari bilan qilingan xonamiz. Bu joy esa kattalar yotoqxonasi. Bu joyda ham konditsionerlarimiz mavjud. Barcha jihozlari bilan birgalikda sotiladi. Albatta uyimizda Wi-Fi tizimi mavjud va polni kameralarimiz mavjud. Uyimizda polni hamma tomon kameralar, issiqlik, sovuqlik tizimlari hamma sharoitlarga ega. Kimga qiziq bo'lsa kelib shaxsan egalari bilan baraka qilishliklaring mumkin. Bizga obuna bo'lmagan do'stlar obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Hali bundan-da ko'p obzorlar qilib berishga harakat qilamiz. Do'stlar, bizni kuzatishda davom etinglar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'linglar.